Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchi. Bugun ham yangi proyektimizda botlarga ham parket qo'yamiz. Botga ham. Men parket yotqizib berishadi, biz shlipovka qilamiz. Bir qolgani bu yoq taraf. Bu yoq tarafda bu qog'oz tegida hammasi parket. Bot shlipovka qilamiz. Bu xonani qilamiz. Yana bu xonani qilamiz. Botda birinchi ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam sizlarga. Xo'sh, bizdan oldingi qaysidir filmga kelib, botni qilib ketgan. Birovni ishini yomonlash emas yoki boshqa emas. Polniy eskilarga qolib ketgan. Mana qaraydi. Polniy eskilarga qolib ketgan. Kimdir shunga pul to'lagan, o'sha kimdir uyi. Polni qaraydi. Chetlarida laklar qolib ketgan. Bu juda ham xato ishlarda, mana o'rtada laklar qolib ketgan. Chiziq izi. Aslida chetda hammasi. Inshaalloh Xudo xohlasa kuzatib boyli. Biz ham bot shlipovka qilib tayyorlab beramiz. Botda oldin gilam bo'lgan. Gilam bo'lganligi uchun ajralib qolgan. Shunaqa hozirgi laklar chiqqanki, uni ichiga UV degan xaddarisi bor. O'sha xaddarini qo'shsanglar, quyoshda mana shunaqa ajralib qolmaydi. Hozir yangi chiqqan Saykos materialliki.